Bugun sizlar bilan volan chiqarilish texnologiyasini ko'rib chiqamiz. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Birinchi bo'lib ishimizni qog'ozimizga yordamchi liniyalarni tushirib olamiz va tushirib olganimizdan so'ng sentrdan aylantirib 5 sm belgilab chiqamiz. Belgilab olgan nuqtalarimizni bir-biriga tutashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Ana endi shu tutashtirib olgan liniyamizdan tashqariga 6 sm o'lchab olamiz. Yarim aylanani 6 sm o'lchab olganimizdan so'ng bu liniyalarni tutashtirib olamiz va keyingi liniyadan 4 sm belgilab, shu birinchi 6 belgilagan joyimizgacha tutashtirib olishimiz kerak bo'ladi videoda ko'rsatilgandek va undan so'ng volanimizning uzunligi bo'yicha biza dumaloq shaklda chizib olishimiz kerak bo'ladi. Volan qalinligini o'zingizlar xohishingizga ko'ra belgilab olasizlar. Ana endi bu qog'ozimizni material ustiga qo'yib bichib olishimiz kerak bo'ladi. Har bitta volanni bulavkalab olsanglar yana ham osonroq bo'ladi. Asosan dazani mukammal darajada o'rganmoqchi bo'lgan qizlarimiz uchun mini kurs tashkil qildik. Mini kurs narxi 199 ming so'm. Kurs haqida to'liq ma'lumot olish uchun kommentariyada mini so'zini yozib qoldiring. Va mana qizlarjonlar, volanimizning chiqarilish texnologiyasini birgalikda ko'rib chiqdik. Bu volanni xohlagan libosingizda foydalansangiz bo'ladi. Va albatta bu videoni tikuvchi dugonangizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.